Assalomu alaykum barchaga. Bu neolit toshmi dedi. Shunaqa savollar tushdi. Bu o'zimizda tosh mana. O'zimizda sotilayotgan tosh. Orqasi anaqa salaqana setka bo'ladi mana. Setkasi bor, setkaga terilganda bu bunaqa bitta butun tushadi-da bu. Mana 8 ta tosh qo'yiladi, 2 kubiki bor mana. Mana terilgan, hozir bu yer terilib bo'lingan zamaska jarayonida. Mana shunaqa terilib ketaveradi. 45 gradusga olib terilgan, oldingi safargisi anaqa tekis. Hozir mana zamaska jarayoni bizda. Mana zamaska. Oldingi safar ham aytdim, zamaskaga faqat qum va sement kerak. Mana sement, mana qum. Suv bilan mikserda aralashtirib qovuriladi. Mana zamaskasi bu. Mana orasi ochilganda ochiq bo'ladi. Ochiq mana oralari. Keyin terilganda ham pichoq bilan to'g'rilanadi. Mana kelmagan joylarini pichoqda terilib to'g'rilanib ketiladi. Bizni kuzatishda davom eting va layklarni bang'illatishlaringizni so'raymiz. Obuna bo'lib qo'yishlaringizni ham so'raymiz. Videoni ko'rishda davom eting. Videoning davomi bor. Hali polni terilishlarni ham ko'rsatib boramiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Bitta paddishka qilib yuboringizlar.